Qadrdonlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlar? Sonlar yaxshi. Bugun 2-may 2026-yil. Yana biz o'sha 6 qism setga chiqarish davrasimiz. Bugun qush qafas setkalari haqida gaplashamiz. Xo'p, qafas setkalarimizni bizda 5x5, 5x2.5, 2.5 razmerlar bor. Mana bo'ylari 1 metrdan 2 metrgacha boradi. 1 metr, 1,5 metr, 1.20 lik ham bor. 2 metrligi bor. Xohlasa simlariga keladigan bo'lsa, simlari 1 lik bo'ladi. Xo'p, bular har bittasining ruloni 20 metrdan bo'ladi. 20 metrdan, mana ko'rib turibsizlar. Bu 1 metrliklar mana. Ikki qator qo'yilgan. Bu 1,5 metrliklar mana. Xo'p, keyin bunaqasi bor. Teshigini olasiz 5, bunaqa ko'ndalang 1. 5 u 1. Bular 1,5 metrdan bo'ladi mana bu. Xohlasa. Xo'p, mana endi 2 metrliklari mana. Bo'yi 2 metr, 5x2.5 razmerda. Xohlasa, ko'rsizlar. Bu 5x5 razmeri mana. 5x5, bo'yi 2 metr. 2,5 razmeri tomda. Tepaga chiqib mana 2,5 razmerlari. Turishlar mana. Cheklanmagan miqdorda chiqarib beramiz. Narxlarini kommentariyaga kerakli raqamlar qoldiraman. O'shalarga bemalol aloqaga chiqib bilib olishlaring mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like, podpiska bosish esdan chiqmasin. Rahmat hammaga.